Bir necha ming dollar va xorijga chiqish va'dasi ortida ba'zan inson taqdiri bilan bog'liq og'ir jinoyatlar yashirinadi. Odam savdosi bugun ham dolzarbligicha qolayotgan muammolardan biri bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bunday jinoyatlarga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Surxondaryo viloyatida aniqlangan navbatdagi holatda 2 nafar ayolning xorijga noqonuniy olib chiqilishining oldi olindi. Hozir shu haqda. Jinoyat sodir etilgandan keyin emas, uning oldi olinganida ko'plab insonlar og'ir oqibatlardan saqlanib qolinadi. Bu safargi tezkor tadbir ham aynan shunday natija berdi. Gumonlanuvchi ayol 2 nafar fuqaroni Turkiyaga yuborishga uringan paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan to'xtatildi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda hududiy bo'linmalar xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida odam savdosi bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Tergovda aniqlanishicha, Angor tumanida 2005-yilda tug'ilgan ayol moddiy manfaat ko'zlab 2 nafar ayolni Turkiya Respublikasining Istanbul shahriga fohishalik bilan shug'ullanish uchun yuborishni rejalashtirgan. U safarni tashkil etish maqsadida jabrlanuvchilar nomiga aviachiptalarni rasmiylashtirgan va buning evaziga 6000 AQSh dollari olmoqchi bo'lgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi jabrlanuvchilarni Termiz xalqaro aeroporti orqali xorijga jo'natishga uringan vaqtida qo'lga olinib, jinoyatga oid ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'zbekiston